شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hürmetlik qarindoshlar, biz ilgirki dersimizde Sura Baqaraning 1-oyati Alif Lam Mim haqida bir qism tushuntirishlarni berib o'tgandik. Bugungi darsimizda Sura Baqaraning 2-oyati Zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin haqida to'xtalamiz. Ya'ni Allah Sura Baqarani Alif Lam Mim'den ibaret möcüzlük, üzük harfler bilen başlagandan keyin tilga algan tunji gepi Zalikel kitab. Bu, yani sizlarning diqqatinglarni chekkan. Sizlarni bunchola qaymoq turayotgan Makka mushriklarga qarata yoki mu'minlarga qarata sizlarni ilgirki nachar holatinglardan qarang'u tumandagi holatinglardan yo'riqlikka chiqargan bu intayin güzel bir kitaptır. Yani mükemmel bir kitaptır. Acayip bir kitaptır degan ifoda bilan boshlab uni davomlashtirdi. La rayba fi. Bu kitapta hiç şübhe yok. Bu kitap muttaqillarni, Allohdan qo'rqqanlarni, ya'ni dunyoda Allah başlagan yo'lni tanlaganlarni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan, to'g'ri yo'lga eparadigan hidoyatdir degan 3 cümle. Zalikel kitab la rayba fi hudal lil muttaqin. 3 cümle bilen 2-oyatni Allah oxirlashtirdi. Yani biz bu Sura Baqaraning 2-oyatidagi qolgan maqsad qilinayotgan, ko'zlanayotgan maqsadlarni Abdurninki bergan izohat tafsiridan anglaymiz. Yani Sura Baqaraning 2-oyatida Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimni bu bir kitob deb sifatladi. Bak çünkü ifodega qarasak Zalikel kitab. Adatda endi Arab til o'qiganlar buni tushunadi. Bir jumlada igi xabarlik jumla bo'lib qolsa, igisi aniq shaklda keladi. Xabari aniqsiz shaklda qo'llaniladi normalda. Ama ma'runda Zalikel kitab, zalika igisi al-kitab xabari shaklda, ikkilisi aniq shaklda keldi. Bu bizning Uyg'ur tilidagi normal, masalan haza kitap desa bu bir kitap degan ifoda emas. Biz odatda bir narsani favqulodda cho'ng bilsak yoki taajjublansak, bizning diqqatimizni tortsa, mushta ifoda qo'limiz, yo masalan bir chiroyli, go'zal, qaltis uydan birini ko'rsak, "Mao rasmilan bir uykina mao." yoki ajoyib uykina degan ifodalar ishlatamiz. Go'zal mashinadan birini ko'rsak yoki qattiq hayron qilarlik, dilimiga qoyillarlik bir olimni uchursak, "Mao katta olimgina" deymiz. Shu xil ifoda. Ma'da Allohninki qo'llangan shu xil ifoda. Zalikel kitobda bu, ya'ni u deb ifoda, Allah u ifodasini ko'rsatadi, qo'llanadi bu o'rinda. U, ya'ni sizlarning shuncha diqqatinglarni chekkani, sizlarning shuncha diqqatinglarni chekyaptini ajoyib bir kitob deb, ajoyib yoki mukammal, katta, buyuk degan uqumni o'z ichiga oladigan shaklda iborat qo'llandi Allah. Ya'ni Qur'on demek. Meyda Allah şu Qur'onni ko'rsatadi. Qur'onga Qur'on degan iborani emas, kitob degan iborani ishlatadi. Unda o'zi Qur'on degan nima ma'noda, kitob degan nima ma'noda desa, Qur'on degan so'zning ma'nosi o'qiladigan narsa degan gap. Kitobning ma'nosi qalbdan saqlanmaydigan, balki yezish orqali suturlarda, ya'ni amaliy kitoblarda saqlanadigan, ya'ni yeziladigan kitob. Qiyomat kungacha saqlangan kitob demak bo'ladi kitobning ma'nosi. Amaliyotda til tadqiqoti shuna cho'ksak, qara avlan katabaning ma'nosi tamamen o'xshash chiqadi. Qara deganmi harfni harfga birlashtirib
talaffuz qilish degan ma'noda jamaa ma'nosi chiqadi. Kataba deganmi harfni harfga birlashtirish. Birisi harfni harfga birlashtirib o'qishga qo'llanilgan bo'lsa, yana birisi harf bilan harfni birga kelib yozishga qo'llanilgan. Qur'onga ikkili ism ishlatilgan. Qur'onni Qur'on deb atalgan, kitob deb atalgan. Ya'ni lug'at ma'nosiga olsak, ikkilisi bir yerga kelgan, to'plangan, mazmuni jug'langan degan uqumni ifodalaydi. Birisi o'qigan shaklda to'planganini ifodalaydi. Ya'ni qalblarda qarilarning Qur'onni yodlash orqali qalblarda saqlanganini ifodalasa, Qur'on. Kitob deganimiz amaliy qog'ozga yoki qog'ozga o'xshash yozilish vositalariga yozilish orqali to'planganligini ifodalaydi. Unda Qur'onning ma'nosi to'plangan, o'qilgan shaklda, o'qilma shaklda to'plangan degan ma'no bo'lib qolsa, kitobning ma'nosi yozilma shaklda to'plangan. Demak, har ikkilasining ma'nosi to'plangan. Birisi qalblarda to'plangan, Qur'onning ma'nosi, kitobning ma'nosi kitobni to'planlarda, divonlarda, masalan, jildlarda qanday qilingan, to'plangan degan ma'noda bo'ladi. Endi bu yerdagi gap Allah buni kitob deb alayda tilg'avatadi. Zalikal kitob degani u haqiqatan bir kitobdir degandek bir uqum bu. Ya'ni Qur'onni ko'taryotdi. Boshqa kitoblardan farqlantiryotdi. Yani bu dünyadaki dunyoning boshqa kitoblaridan farqlantiryotdi. Bu kitobni bundan ilgari tushgan samoviy kitoblardan bir farqlantirish bu yerdagi ifoda. Demak, nimishqa? Chunki Qur'on demak osmon ahkomlarining hammani o'ziga mujassamlagan kitob demak, butun payg'ambarlik boshlangandan tortib qiyomatga qadar. Ma'qul shakldagi ifoda, Allohning qo'llangan ifodasi Qur'onning martabasini ko'tarish, uni mislsiz yakkigani bir kitob degan ma'noni ifodalash yoki osmonligini, buni samoviy, osmonga oid, osmondan tushgan bir kitob ekanligini ta'kidlash ifodasi bu. Zalikal kitob degan ifoda. Yani bu yana Allah subhanahu wa ta'alaning birligiga dalil bu. Tarixdan buyon ilgirki ummatlarga osmon manhijini, osmon yo'lini o'ziga olgan nurg'un kitoblar tushdi. Adem alayhisolamdan keyin Nuh alayhisolamdan tortib İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Qur'onda ismi tilg'ilinganlarning Tavrat, Injil, Zabur qatorliq nurg'un kitoblar osmonning prinsipini insonlarga elib, insonlarni hidoyat qilishni tushdi. Lekin her kitap, her risalet, Peygamber aleyhisselamның risaletinden ilgirki her risalet vaqtli tushdi. Yani ma'lum zamanida yoki ma'lum makonida. O'zining vazifasini vaqtli bir davrda ado qiladi. Muayyan bir qavmga nisbatan ado qiladi, xolos tugaydi. Masalan, Nuh alayhisolatu vasallamninki vazifasi, risolat vazifasi o'zining qavmiga xos. İbrahim aleyhisselamның vazifasi mi? Lut aleyhisselamның vazifasi mi? Şuayb aleyhisselamның vazifasi mi? Salih aleyhisselamның vazifasi mi? Bu risolatlarning hammasininki cheklik vaqti var. Hayotda o'zining xizmatini ado qiladi, tugaydi. Ya'ni hattoki eng oxirida Alloh ajoyib kitob deb tilg'agan mush kitob, ya'ni Qur'oni Karim, Allohning manhijini o'ziga mujassamlagan Qur'oni Karim kelganga qadar tushgan bütün kitoblarning hammasi cheklik doirada, cheklik kishilarga, cheklik vazifa bilan kelgan. Ammo Qur'on tam uning aksiga keldi. Qur'on bütün insoniyatga ta qiyomatga qadar cheklimga uchirmagan shaklda avatildi. Manda bir alohidaligi bor. Men nuqtadan shu Qur'onni ajoyib bir kitob deb ta'riflashib, bu nuqtalarni ko'z tutgan bo'lishim mumkin. Şunlaşqa Peygamber aleyhisselam evvellerin ilgirki samavi kitaplarda pat arada kiladigan bütün dünyanın en ahırkı risalet vazifesini özüge ağan bir peygamberinin kiladiganlığı bir şarat birliklik. Yani Kur'an'ın vazifesi bu derecesi kötürüldü üstüge. Peygamber aleyhisselamның derecesi bu derecede kötürüldü. Şunlaşqa Peygamber aleyhisselamның düşken bu Kur'an'da zalikel kitap. Bu acayip bir kitap. Mükemmel bir kitap degan shaklda ifoda qilib qo'llanildi. Endi osmon manhijini tasdiqlaydigan mu'minlarga nisbatan buning agish kerak. Bu haqda Qur'oni Karimda Alloh deydi: "Allazina yattabi'unar-rasulan nabiyyal ummi allazi yajidunahu maktuban 'indahu fit-Tawrat vel-Injil." Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның
ilgirki ummatlarninki Tavrat İncillerinde yezildiganligini ayatda til qilinadi. Demek Qur'on demek kitap demek. Meşedeki zalikel kitap demek Qur'on demek. Ama bunu Qur'on kitap yani saklangan, toplangan, özgermez degan ma'nodagi kitap degan so'zni bunga ishlatib, buni kitap deb ifodalashning sababi chunki bu Qur'onga hech qanday o'zgartish, hech qanday almashtirish kelinmaydi. Bu bir alohidligi. Nimishqa? Chunki ilgirki osmon risolatlari Allah insonlarni shuningga omonatlar qilgan. Ular ba'zini unutgan, unutmaganlarni o'zgartgan, odamning so'zini qo'shgan, Allah'a zulmen, buhtana, nurgun nisbet bergen gapini qo'shib olgan. Lekin Qur'oni Karim büyük Xoliq Taala tarafidan saqlangan kitobning birisi. Bu noktadan bunu kitap deb ishorat qildi. Kitap degan bayatni dedik ya, saqlangan degan ma'nosi bir ma'nosi, to'plangan degan ma'noda. Qur'onning osmon tarafidan saqlanganligining ifodasi Qur'oni Karimda sura Hajrninki 9 joyida inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Yani biz Qur'onni o'zimiz saqlaymiz degan ma'noda bu oyatni davatidi Allah. Yani buna deganlikning ma'nosi hech qanday bir inson ma kitobda, ma buyuk kitob haqida, bu Qur'on haqida shak qilmasin. Chunki buningdagi butun mazmun Allohning manhiji bo'lib, bu tushgan vaqtdan tortib qiyomatga qadar Allohning qudrati bilan saqlanadi. Deb mushu mazmun zalikal kitobning ichiga yushirilgan bo'ladi. Shuningcha zalikal kitobda hech qanday shak yo'q. Hech kim shaklanishga bo'lmaydi. Bu saqlangan kitob o'zgarmaydi degan bo'g'achqa keyin nim deydi? La rayba fi hudal muttaqin. La rayba fi zalikal kitobning bir ta'kidi sifatida kelgan. Endi Qur'oni Karimda bo'layotgan mo'jizlik Qur'onning uslubida, Qur'onning haqiqatida, mohiyatlarida, oyatlari haqida, bizga rivoyat qilinayotgan ilgirki payg'ambarlarning qissalarida, to'g'rilayotgan Tavrat Injildan to'g'rilagan mazmunlarda va insoniyat ilgirmi bilmaydigan, hel ham ta hozirda bilmayotgan nurg'un ma'lumotlarni olib keldi shularda. Buni mo'jizlik butun sohasida buning ma'lum bir muayyan bir sohasida emas. Muayyan bir sohasida to'sib qo'yganlar xatolashgan bo'ladi. Qur'onning mo'jizligi biz hozir tilg'ilayotgan hamma sohada bor. Aşularning hammasi, şu taraflarning hammasida Qur'onda mo'jizlik ko'rindi. Mo'jizlik ko'rindi demak boshqalar o'xil shaklda qilolmadi. Qur'onning uslubida Qur'ondan birini keltirilmadi. Qur'onning haqiqatlarini hech kim keyniga chekindirilmadi. Qur'on rivoyat qilayotgan qissalarni bir odam yolg'on deyilmadi. Tavrat Injildan to'g'rilagan mazmunlarda, Tavrat Injilning xato o'zgartirayotgan taraflarini, to'g'rilagan taraflarini hech kim inkor. Bularning hammasi Qur'oni Karimni shak yo'q. İnson, jin bir yerga kelsa, Qur'oni Karim oyatlaridan bir oyatni keltirishga qodir bo'lmaydigan shakl holatga ko'targani bu tarafdagi mo'jizlik Qur'oni Karimdan. Qur'oni Karim shu taraflarda mo'jiza o'g'achqa bu ahvollar bo'lyotdi. Shunlashqa biz Qur'on haqida, Qur'onning uslubi haqida qachon o'ylansak, tafakkur yursak, Qur'oni Karimning haqiqatligini tunib yetamiz. Qur'oni Karimda shak yo'q ekanligini tunib yetamiz. Hech kim Qur'oni Karimdan bir oyatni, Qur'onga o'xshash bir oyatni keltirolmaydi. Qur'oni Karimni qanday keltirsin? Tabiiyki Qur'oni Karimni keltirolmaydi. Demak, maktab biz o'qimoqchi bo'lgan Qur'oni Karimdan iborat bu kitob bütün kitoblarning ustidan olib ketdi. İnsoniyat idrokotidan olib ketgan kitob bu. Koinotning nurg'un pok dalillarini bizga izohlaydi. Biz mangadigan yo'llarning pok yo'l dalillarini izohlaydi. Bu Qur'onning har asrida o'ziga xos bir mo'jizalar bo'ladi. Allah Qur'onni sifatlagan kitob degan so'z bu o'rinda del ilgirki kitoblarning Qur'oni bir farqlidir. Shunda bir taraflar o'qachqa Allah zalikal kitobdir. Bu ajoyib bir kitob deyapti. Ashifodi shu. Ajoyib bir kitob deganligi buni xos bir kitob qiladi Qur'onni. Ya'ni bizni mushu gap bir nurg'un ma'nolarga diqqatimizni chekadi. Bizga mushu kitob bizga yetkazish uchun olib kelgan ba'zi prinsipning asosiy mazmunlarini bizga muayyanlashtirib belgilab beradi. Masalan, mushu Qur'on olib kelgan prinsiplarning asos taraflarining birinchisi mushu Qur'onning tushishining o'zi, mashta bir kitobning tushganligining o'zi, qiyomatga qadar o'zgarmaydigan kitobning tushganligining o'zi, qachon ixtilof qilsak, ixtiloflashsak, o'zimizga manba shaklda
manba şekilde ixtilofni tugitadigan Qur'on qildigan mush Qur'onning o'zining tushganligi Allohga hamd etishni taqozo qildiganligi. Bu birinchi taraf. Bu ajoyib kitob. Sizlarga berilayotgan ajoyib kitob bu. Mush kitobni berilganlikning o'zi eng cho'ng ne'mat, buning hamd etishingiz kerak. Bu haqda Qur'oni Karimning sura Kahfda alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab va lam yaj'al lahu iwaja. Allohga hamd bo'lsinki, o'zining bandasiga bu kitobni tushadi deydi. Qur'onni tushaganlikka qarata hamd olsun deydi, chunki ma kitob hech qanday odamga tushirilib boqmagan. Tamam, tushirilib boqmasin, dunyo insonlarimi bu Qur'oni Karimning uslub jihatda, haqiqatlari jihatda va boshqa jihatda o'qishini ham keltiramagan. Tamam, o'qishini keltiramisin, buningni o'tirib qo'yilayotgan mazmunlarni yolg'onga chiqarmagan yoki uning aksini isbotlayolmagan bir kitobda hozirga qadar, bugungi qadar taraqqiy qilayotgan bir davrda 21 asrdami dushmanlar ilmiy shaklda qarshi turadigan dushmanlar yo'q. Sapla Qur'on ko'taradi. Chidamaylam Qur'on ko'taradi. Bu boshdan tortib bu atgan ahvol. Allah subhanahu wa ta'ala bandlarini shuningga qaratayotdiki, ma Qur'onni o'zining Rasuli Muhammad alayhisolamga tushirganlik butun insoniyatdan bir hamda aytishni taqozo qiladi. Chunki ma kitobda osmonning prinsipi va bu kitobda Allohning o'zining bandlariga rahmat va bu kitobda jannat bilan xo'sh bishorat berish va jannatga mangadigan yo'l va bu kitobda do'zaxni ogohlantirish va do'zaxga iboradigan yo'llarni ogohlantirish va bu ogohlantirish yoki ma askardish hammasi Allohning o'zining xalqiga bir rahmat. Alloh unda qilmay inson bir qitim jannatga xatolash demasmi? Inson bir qitim fursat berdi dunyoda. Dunyoda o'zingni aqlib ol. Yaxshi yomon hujayralarni ikkiga ayirib ol. Odam alayhisolamda aks etgan shu hujayra Odam alayhisolamning bolalarida adam shaklida aks etdi. Yaxshi yomonlarni aralab ol deganda, qani bir qitim fursat berdim, o'zing menga to'g'ri mangolsang jannatga kirsa, bo'lmasa do'zax suraman degan bo'lsa-mu, hech qaysimiz unga o'qitib qo'ymaydi. Alloh unda demasdan bizni dunyoga vatib o'tib, bizga mashta bir kitobdan birini tushib, bu kitobda ma yo'lda mangsang do'zaxga kirsa, ma yo'lda mangsang jannatga kirsa, ma to'g'ri, ma xato deganlikning o'zi bizga berilgan ajoyib bir rahmat. Chunki Alloh agar insonlarni eskartmagan bo'lsa, bu tabiiyki azobga loyiq ishlarni qilib salgan bo'ldi. Bu ishlar bularni azob alimda, dardlik azoblarda menga yashadigan qilib qo'yadi. Lekin ma bizni Allohning g'azabini keltiradigan ishlarga qartish, askartish uchun kelgan ma kitob bizning shu ishlarni yiroqlashishimiz uchun tabiiyki hamdiga loyiq bir rahmat bilan keldi degan gap. Chunki bu kitob bizga hammamizga do'zaxdan qutulish yo'lini qanaqali ko'rsatib berdi. Tabiiyki bunga hamda aytmay qanaqa qilamiz bunga? Agar Alloh kitobni tushunmagan bo'lsa, kishilar jannatga boradigan yo'lni bilmagan bo'ladi. Kishilardan hech kishi Allohning roziligi va oxiratdagi ne'matiga loyiq bo'lmagan bo'ladi. Masalan, sura Kahfda biz yana bir ta'kidni tushirtimiz. Qana ta'kid desa, Allohning kitobi, ya'ni Qur'oni Karim hech qanday inson bundan biror so'zni almashtirolmaydi deb. Vatlu ma uhiya ilayka min kitabi robbik la mubaddila li kalimati va lan tajida min dunihi multahada. Mushuning o'zi ya'ni kitobning ajoyib bir kitob ekanligini ifoda. Ya'ni kitobni birishlan birga ma kitobni bizga o'zi kafolat bilan saqlab berdi. Shuningga bu kitobni ajoyib kitob, qaltis kitob deb ta'riflashga tabiiy loyiq. Shuningga Sur Baqaraning shidlam zalikal kitob deb ma ifoda qo'llandi. Zalikal kitob deb ma ifoda qo'llandi. Yani Allah subhanahu va taala bizga ma kitobning kishilarga manfaat berish uchun, bandlarga manfaat berish uchun kelganligini bayon qilyapti-ki, Alloh o'zining xalqiga muhtoj emas. Qandaqdir Alloh bizni to'g'ri yo'lda mangdirish, yo'lda ma yo'lda uni qil, buni qil deb o'zi bir narsaga ehtiyojli emas. Alloh xohlagan odamni ibodatga majburlashga qodir. Allohning xalqidan hech qanday bir xalq Allohning koinotida Allohning xohishidan chiqib ketishi mumkin emas. Qur'oni Karimda bu haqda tilga olindi-ya. İnne şe'nu nezzil aleyhim mine's-semai ayeten fezallat a'naquhum la khadiin degan mashakil. Demak, insondan hech qanday Alloh xolisa Allohning itoatidan chiqmaydi. Lekin Alloh bizni mush shaklda, ba'zi mush yo'l tanlash ixtiyorli shaklda yaratdi. Ixtiyorli bilan birga o'zing tanlay olmaydi demak Qur'oni Karimni. Ba'zi bizga Qur'oni Karimning o'zgarib ketishini ham oldin oldiga saqlab qoldi. Bu no'xtada bizga rahmat qildi. Bu no'xtada bizga buning o'zi yana bu kitobning ajoyib kitob ekanligining ifodasi. Biz yana shu zalikal kitobda ketyapmiz. Alloh subhanahu va taolo bir qasam qilyapti bir surada,
Yani bu surda qasam qilib bizni Qur'oni Karimdagi har so'zning Allohning qashidan kelganligiga Jibril alayhisalom yetkizgandek tushganligiga bizning diqqatimizni chekyotdi. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum va innahu laqasamun law ta'lamuna azghim deb kelib qasam qilib bo'lib innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Qur'on Allohning qashidan tushgandeklar. Intayin saqlangan. Bunga hech kim o'zgarish kirgizolmaydi. Alloh qasam qilib turibmi shunda avotida. Demek bizga shunchalar büyük bir kitap berildi. Allah'ın Sur Baqara'nın 5'ida işaret kılayotgani dal şu kitap. Ko'rsatgani dal şu büyük kitap. Şunlaşqa qo'llangan ifade ajoyib kitap. Katta kitap degan shaklda qo'llanyapti. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo bizni zemin ustidagi insonning manhiji bo'lgan shu kitobga diqqatimizni chekyapti. Alloh subhanahu va taolo shak yok halatda bizga kitobning Allohning qashida ekanligini tushirilganligini ilgirki Tavrat İncillarga o'xshash, ya'ni insonlarga shuni omonatlar qilgan, bular o'zgartirib almashtirib o'tgan maktablarga o'xshash ilgirki kitoblarni to'g'rilaydiganligini ma'nodan keyin bizga bayon qilib beryapti. Endi ilgirki kitoblardagi bu xil o'zgartish kitoblarga nisbatan ilohiy manhajning xizmatini baqo qilgan. Chunki Alloh tushirgan petasa qamidi kitoblar Tavrat Injillar. Haq uni o'zgartirdi, ba'zisini unutdi, ba'zisini o'zgartirdi. Roli tugudi uningki. Shuning bilan o'zgartirishmi kelmagan, almashtirishmi kelmaydigan bir kitob qiyomatga qadar Allohning manhajida tutib qolsin uchun amma Qur'oni Karim keldi. Endi mushu kitob kelgan tunji narsa yuksak darajadagi iymon. U o'simi la ilaha illalloh al-wahid al-ahad degan bu tarafiga iymon etishni ko'tarib keldi. Deyapti Alloh alif lam mim Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Ma kitobning tunji shuari, o'tirib qo'yadigan asosiy masalasi la ilaha illalloh degan masalani aytib keldi ma kitob. Mana shuningdek biz bu yerdan bildikki, kitob bizga Allohning bir ahad ekanligini, shirk yo'q ekanligini ta'kidlash uchun tushdi. Mushu Qur'on ilgirki osmondan tushgan shariatlar, Tavrat, Injildan iborat shariatlar o'z ichiga olgan butun mazmunlarni va undan boshqa kitoblar o'z ichiga olgan mazmunni o'z ichiga oladiganligini ta'kidlash uchun bu kitob bizga tushdi. Demak, xulosalasak, Qur'oni Karim bizga ilgirki kitoblar kelgan haqiqat bilan shu kitoblarga omonat qo'yilgan insonlik qo'shib qo'ygan botilning o'rnini ayirib berish uchun keldi. Zemin bir haqiqat botil o'tirishga kurashga to'lgan. Bu insonlar uni almashtirib o'tgan, o'zgartirib o'tgan. Alloh tushirgandek holatda qolmagan ularninki. Ammo ular shuni Alloh tushirgan kitob bizning mangadigan yo'limiz degan sifatda davomlashtirayotgan. Ammo Qur'on dal mush masalani kesdi. Ya'ni ma haq, ma batil. Ma Alloh tarafidan tushgan, ma Alloh tarafidan tushmagan mush shaklda. Andigan Alloh subhanahu va taolo bizga bizningki xizmatimizni muayyanlashtiryapti. Ya'ni bu kitob biz uni kishilarga yetkazishimiz kerak degan bir nuqtadagi xizmatimizni muayyanlashtiryapti. Biz o'qiblam qo'ysak, biliblam qo'ysak olmaydi. Alloh deyapti: Alif lam mim sad kitabun unzila ilayk. Bu sana tushirilgan kitob deb bo'lib, fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bi va zikra lil mu'minin. Bu kitob bikaga tushirilmadi. Sen uni bilan eskartishing, boshqalarni ogohlantirishing uchun. Mu'minlar unidan vazifasi elishi uchun keldi bu kitob deb bu xil shaklda bizga aytayotdi Alloh bu kitobni. Ustimizga qo'yayotdi bu kitobni. Meyadagi ilayka litunziradagi xitob Peygamber Aleyhisselam'a qaratilgan. Qur'oni Karimdagi Rasululloh qaratilgan bütün kitoblarning hammasi yana umumyuzlik ummatga bo'lgan kitobni o'z ichiga oladi. Rasululloh bu kitobni kishilarga yetkazishga taklif qilingan bo'lsa, biz shu yo'lning o'ziga ergashib, Qur'oni Karimda kelgan mazmunlarni kishilarga yetkazish uchun taklif qilingan. Bizning vazifamiz bu. Bek berki hisobat shuna adil bo'ldi shuna bo'lganda. Ular Allohning manhajini yetkazdi ilgirki insonlar. Bunu yetkazib bulup
o'zi kafir oldu yoki tashladı. Undaganda kitapni yetkizish Allah Qur'onga nisbatan belgilagan asosiy muhimmat xizmatlarining birisi. Bizning tunji vazifamiz dal Bani Isroilning aksicha, ilgirki ummlarning aksicha kitobni qanday qilib yetkizish. Qur'oni Karimda deyotdi, chunki bu kitobda kuffarlarga hujjatlarga raddiya va ularning batillari raddiya va bu nuqtadan bu buyuk bir kitob. Zalikal kitobning ifodasi bu yana biz shu yerda ketyapmiz. Diqqat qilgan bo'lsangiz, zalikal kitob ketyapmiz. Nima uchun Alloh zalikal kitobda ajoyib kitob degan ifodani qo'llanadi? Bu nima uchun ajoyib kitob desa, davomlashtiryapmiz. Bu kitobda kuffarlarning hujjatlariga, batillariga raddiya va alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. degan oyatga tilg'angan o'xshash oyat davom kuffarlarning hujjat dalillariga raddiya beryapti. Endi bu oyat karimada Alloh subhanahu va taolo bizni ikki haqiqatga qaratyapti. Birinchi haqiqat kuffarlar inson Payg'ambar alayhisolamning insonligidan maktab Allohning qeshidan emas ekanligiga dalil qildi. Hey, mush edemga mush Allohning qeshidan kitob qilamda? Da'vatudi bular. Bunga berilgan javob nima desa, ilgirki payg'ambarlarning insonti, Payg'ambar alayhisolamning inson bo'lishidan ne ajablanarligi bor. Ajaba sizlar ilgirki payg'ambarlarni e'tirof qilsa, ey Bani Isroil, Payg'ambar alayhisolamning Adamga vahiy kelamdi deb buni e'tirof qilmaydi. Bu ne demek bu? Demakchi, ikkinchi nuqta, ma Qur'on biz normalda xatlarimizni yozishni yoritib bergan shu harflarning o'zidan yozilyapti. Ya'ni biz normal qo'llanayotgan harflardan yoziladi bu kitob. Shunda turib Qur'on kishilarning hammasi biladigan musha harflarni ishlatib qana qilgan tushgan. Musha tushgan Qur'on musha xil shaklda inson jin qilinmaydigan bir mo'jiz shaklda tushgan. O'rtaqga yig'ilsa-mu, bundan bir surini keltirishga qilinmaydigan shaklda tushgan. Hey, qo'llanayotgan Qur'onning shu insonlar ishlatayotgan harflar, jumlalar, shu usullar, ammo qaytadan buni keltirib baq. Ma Qur'on tushganga o'xshash Qur'ondan birini keltirib baqsa qilinmayapti. Bu tarafi ikkinchi nuqta. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo yana bir nuqtada bizni diqqatimizni chekyapti. Nima desa, maktab muhkamul oyat. Oyatlari eng tayin ro'shan deb Alloh uni o'z bandalarga bayon qilgan. Buni surah Hudda nima deydi? Alif lam mim kitabun uhkimat oyatlari eng tayin ro'shan. Thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Degan, ya'ni bu Qur'oni Karimdagi ba'zi oyatlar, ya'ni Alloh subhanahu va taolo shuningdek kitobning ma'nisiga bizni qaratmoqchi bo'lgan ba'zi oyatlar. Bu Qur'onning oyatlari Allohning hakim, xabir bo'lgan Alloh tomonidan tushgan. Bu oyatlardagi har oyat inson jin maydonga talab qilinayotgan bir mo'jizaga bu oyatlarda. Undan keyin bu kitob cho'qim kishilarning hammasiga yetkazilishi kerak. Kitob ularni Allohdan boshqa ibodat qilmaslikka eskartidi. Nimishqa oxiratda hisob adil bo'lsin. Chunki dunyoda eskartdi, qimmidi, buning berilgan jazo loyiq jazo bo'ladi. Qandoq odam eskartilib itoat qilsa jannat, qandoq odam eskartilib osiylik qilsa uning do'zaxida. Xudoyim Alloh bizni bu do'zaxdan saqlasin. Bu Qur'onning vazifasi. Andikin Alloh subhanahu va taolo bizni shunga diqqat qildiryaptiki, maktabda ilgirki payg'ambarlarning qissalari va Adam alayhissalatu vasallamning davridan tortib ta payg'ambar alayhissalomning zamonasiga kelguncha payg'ambarlarning qissatilganligi. Bu Qur'oni Karim tilg'ilyapti. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal qur'an wa in kunta min qabl laminal ghafilin. Bu Qur'onda ilgirki payg'ambarlarning qissalarini bayon qildik biz davlatida Qur'on. Bu nuqtadan Qur'on büyük bir mazmunlarni o'z ichiga olgan, katta mazmunlarni o'z ichiga olgan. Normalda inson bilmaydi ilgirkilarning qissalarini o xil tafsiliy shaklda, necha ming yil ilgirkilarning qissasini. Bu nuqtadan Qur'on büyük Qur'on, ajoyib Qur'on. Shunga qo'llangan ifoda dalikal kitob. Shuningdek, biz Qur'oni Karimninki bizga ilgirki payg'ambarlarninki go'zal qissalarini go'zal shaklda qissa qilib berish uchun kelganligini biz bilyapmiz. O'tmish yuz bergan hodisalarni bizga bayon qilib berish uchun kelganligini bilyapmiz. Qanaqadir Qur'on bu qissalar bilan bizning ko'nglimizni echishga tasalli berish mana uchun kam. Faqat vaznasiyat va iymoniy savob bo'lsin uchun keldi. Chunki Qur'onning qissalari har zaman har makonda uning
takrorlanib turdi. Qissaning xarakteri bir simol xarakterini o'z ichiga olgan. Qur'ondagi qissalar simol xarakterli. Uning amaliyati har zaman, har makonda yuz berib turdi. Har zamonda o'sha qissalarning amaliy realligini biz ko'rib turyapmiz har zamonda. Masalan, Fir'avn desak, zaminda hadidni oshgan har qanday hokimning simoli, o'zini iloh qilib tikligan. Qarun desak, Alloh ne'mat ato qilib, ne'matni o'ziga nisbat berib, takabburlik qilib, hadidni eshib Alloh osiyga odamning simoli. Yusuf alayhisolamning qissasi desak, o'zining qarindoshlariga adovat qilib, suiqasd qilgan qarindoshlarning qissasi, buning simoli. Kahf ahli desak, ahli kahf desak, bular Robbiga iymon aytib, Allah öz rahmetidan bularga dunyo oxiratda bergan bir yoshlarning simoli. Bir qissadan boshqa bir qissaning amaliyati bo'lmaydi qiyomatga qadar. O shu vaqtdagi bir mo'jiza shaklida qolgan qissalarning hammasi bikaga rivoyat qilinmaydi, bikaga deyilmaydi. Bularning hammasi ibrat, savoq uchun deyiladi. O bir qissa Maryam alayhisalom bilan Isa alayhisalomning qissasi. Bu mo'jiza, bu dunyoda takrorlanmaydi. Şoňa Allah buning personajlarini bizga tuntib, Isa ibn Maryam ibnati İmran deb inliq bunda dadasi bilan qo'shib bizga tuntib bergan. Qolgan qissalarning hammasi simol xarakterdagi qissalar, u qissalarda tilg'ilingan ibrat, savoq darslar har zaman, har vaqt, har makonda yuz berishi mumkin. Zamonimizda Fir'avnlar va buningga qarshi Musa bo'lishimiz kerak. Zamonimizda Qarunlar va bunun karşı Musa oluşumuz gerek. Zamanımızda Yusuf ve Yusuf'un qarindoshları buludu. Bunun karşıda Yusuf aleyhisselamdaki muamele kılışımız gerek. Qarindoshlarımız özümüzden qanidan bo'lgan musulmonlarimiz bizga ziyankeşlik qilishi mumkin. Zamanımızda ahli kahfiga o'xshash o'zini Allohga atagan, Allohning yo'lida bütün hayotini bag'ishlagan yoshlar bo'ladi. Bular şu xil şekilde tunilishi, taraflanishi kerak. Qur'ondagi qissalarning hammasi bu xil shakldagi mazmunlarni o'z ichiga olgan. Demak, Alloh subhanahu va taolo Allah tushirgan kitobda koinotdagi bir bo'lib oyat, faktlarga, dalillarga bizning diqqatimizni chekish bor. Bu nuqtadan bu zalikal kitobdir, ya'ni ajoyib bir kitobdir. Masalan, Qur'oni Karimda Alif Lam Ra tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون deb ayet yani delil zimindeki faktlarni bizga bayon qildiganligini da'vatdi. Demak, muşnu Allah subhanahu va taolo kitobda, yani muşu Qur'oni Karimda koinotdagi o'zining dalolat alamet delil faktlarını bizga bayon qilib, bizning diqqatimizni chekyapti. Osmon masalan biz ko'kidek bir to'riksiz shaklda igiz ko'tarilgulik. Quyosh, oy deganlar insonning xizmati uchun bo'ysundirilib, shu shaklda aylanib kunda chiqib biz uchun xizmat qilyapti. Bularning hammasi bir delil faktlar. Allohning xalqidan hech kim bu delil faktlarni o'zi yoki boshqalarga da'vo qilolmaydi. Men yaratdim, men bo'ysundurma, men mangdurma, men to'xtatma demaydi. Qiyomatga qadar osmonni turuksiz ko'tardim deb da'vo qilgan odam chiqmaydi. Quyoshni, oyni yaratib, insonning xizmatiga bo'ysundirdim deydigan da'vogar chiqmaydi. Demak, bularning hammasi bir o'ylanishni talab qiladi bizdan. Agar insonlar koinot faktlar haqida tadabbur qilib o'ylansa, vaqti iymon aytdi. Lekin insonlar bu faktlardan, bu dalillardan bexabar g'ofil. Andigan Alloh subhanahu va taolo mush kitobning xizmatini bizga muayyanlashtirib, buning qanday qilib insonlarga umumyuzlik rahmat ekanligini bizga muayyanlashtirib, mush kitobning o'zida Alif Lam Ra kitabun, yani kitabun, mayerden tilgınımın kitap yani kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijan nas minez zulumati ilen nur biizni rabbihim ila sıratil azizil hamid deb insonlarni qarang'uliqdan, zulmetdan, zalolatdan yo'ruqqa, rahmatga qanday qilib kitap orqali chiqaradiganligini tilga oladi. Ya'ni bu kitobning vazifasi insonlarni johillik, kufr, shirkning zulmatidan, qarang'uliqidan iymon nuriga chiqarish. Chunki her kafir müşrikni qarang'uliqlar zulmatlar qorshab turadi. O nurg'un faktlarni ko'radi-yu, lekin amaliy ko'z bilan ko'rolmaydi. Bu yerda bir hisob borligini
oxiratning borligini biladi-yu, inkor qiladi. Faqat ko'zning ko'rdig'ini har shayga ishonchli bo'lmagan, mayli odamning yashi yoki rizqi yoki dunyoda oladigan huzuridimi ishonchli bo'lmagan qisqagina hayotdan boshqani ko'rmaydi. Ko'zi shu hayotni ko'radi, bir narsa ko'rmaydi. Agar u shu zulmni, kufr zulmidan ajrab iymon nuriga qaraydigan bo'lib qolsa, oxiratni ko'rgan bo'ladi. Oxiratdagi abadiy ne'matlarni ko'rgan bo'ladi. Shuning uchun tirishgan bo'ladi. Lekin uni zulmatlar qorishib turg'achqa u ko'rmaydi. Ko'rish uchun birdan-bir yo'l mush kitob. Ya'ni biz shu zulmatlardan o'zimizni qutuldirib, oxiratni ko'ralishimiz uchun birdan-bir yo'limiz bu kitob. Ya'ni Qur'oni Karim. Chunki bu Qur'on kishilar buni o'qisa, jaholat kufrning qorong'uligidan haqiqat va jazmiyat nuriga chiqirdi bu Qur'on. Alloh subhanahu va taolo dunyoga lam qaraydigan kishilarningki yeb ichadigan hayvonga o'xshaydiganligini, balki hayvon ulardan afzalroq ekanligini bayon qilyapti. Chunki hayvon dunyoda o'zining xizmatini ado qiladi, ammo bular o'zining dunyodagi ibodat, itoat xizmatini ado qilmaydi. Alloh bu haqda da'vatida, ya'ni shu alif lam ra tilka ayatul kitab Qur'anun mubin rubbama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin dharhum ya'kulu wa yatamatta'u va yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun deb bularningki dunyodagi yeb ichib bilan o'tadiganligini, yolg'on orzu xiyollar bilan ketadiganligini, oxirida bularningki hey kashki shu dunyoda bir musulmon bo'lsak deb pushaymon qiladiganligini tilg'alayotdi. Demak, bu Haq subhanahu va taolo bizga shuni xabar qilyaptiki, o'zining Karim kitobining oyatlari, Karim kitobining tutgan yo'li bir odamning orzu xiyoli bilan bo'lmaydi. Cho'qim buningga xizmat qilishga tirishish kerak. Hayot dunyodagi o'zining huzurida ketayotgan kuffarlar hayvon darajasining yuqorisiga chiqmaydi ular. Bular ne'mat faqat dunyoda degan iborat yolg'on orzuga bog'lanib qolgan bular. Halbuki haqiqat bunda emas. Buni pat arada biladi mushuni. Alloh dal Qur'onda bizga mush haqiqatni depirvatudu. Bir safarga chiqqan yoki bir yo'lda mangan odamga oldingizda bunda ahvol bor deb depasa, u odam shu narsa gapga ishonsin yoki ishonmasin bir ma'lumot qilishgan bo'ladi. Ishonish ishonmasligi o'zining ishi. Ishonganlar shu yo'lda shu ishlarga uchrab, shu xavf xatarlardan qutulib qolgan bo'lsa, u o'zining natijasini ko'rgan bo'ladi. Ishonmaganlar, gapni anglab bo'lib ishonmaganlar, ya'ni o'zining ishonmaganligining natijasini ko'radi. Bu qadar dunyodagi Qur'onning bizga beradigan ma'lumoti, bizning buni tutadigan pulsimiz bu qadar. Ya'ni Qur'onning roli nima desa, bizga hayoti dunyo yo'llarimizda ketayotgan musofimiz, mengayotgan nishonimizda duch keladigan xiyim xatarlarni, to'g'ri yo'l, xato yo'llarni deb beradi. Shu yusidan bu bizning hayot nijotligimiz bu Qur'on. Shu yusidan Alloh buni ajoyib kitob degan ibora bilan ifodalagan shu sura Baqaraning boshida. Demak, Qur'on biz ba'zi kitob degan shu ibora kelgan oyatlarning ba'zisi qisqacha ko'rib o'tgandan keyin yuqorida nurg'un kitob tilg'ilib, kitobning nima uchun kitob bo'lganligi, kitoblarning nimani o'z ichiga olganligi, qaysi nuqtada buning kitob ekanligini ko'rib o'tgandan keyin biz shuni jazm qildikki, bu aqidadagi eng yuksak bir masalani bizga ko'rsatayotgan kitoblikni texnikani bitalaymiz. Yuqorida deganlar hammasi bir masalalar bo'lsa, uningdan boshqa eng yuksak darajadagi bu kitobning alohida kitob bo'lishining sababidan birisi bizga yuksak darajadagi bir aqida masalasini yo'ritib beradi, ko'rsatib qo'ydi bizga. U o'simi la ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh masalasi. Bu kitobning vazifasi bu. Bu yusidan bu kitob odatli kitob emas. Bu ajoyib bir kitob. Shunga boshqa buningga zalikal kitob degan iborat ishlatilgan. Demak, mushning bilan mush kitob orqali kishilar zulmatdan nurga chiqadi. Kitob bularni dunyo delil faktlarga diqqatini chekib qaratyotdi. Kishilar bu orqali oxiratda bir narsaning borligini, mangulik ne'matning borligini, mangulik baxtsizlikning borligini biladi bu kitob orqali. Kafirlarga nisbatan aniq ro'shan hujjat dalillarni to'g'izdi bu kitob. Kitobning shuncha alohidaliklari bor. Demak, Allohning sura Baqaraning boshidagi zalikal kitob degini nima degan bo'ladan da bo'lsa desa, ilgirki kitoblarning hammasidan
mükemmel, hemmisinden keng külemlik, hemmisinden büyük, yuqori bir kitap degan uqumni o'ziga oladi. Shu ajoyib kitob, qaltis kitob deb qanday usulda tarjima qilsak bo'ladi shu yani. Ham Alloh shu xil ifoda qo'llangan u yerda. Bu ajoyib bir kitob. U ajoyib bir kitob. Qanday ajoyib? İlgirki kitaplarda yo'q. Yoki shu kitaplarga insonlar qo'shgan botillik yoki tilga ilinmagan mazmunlarning hammini o'z ichiga olgan insonga mush hayot dunyodagi vazifa, imtihon vazifasini to'liq ado qilishga yordam beradigan butun mazmunlar bor kitob. Shunga bu ajoyib kitob degan shaklda kelgan. Ya'ni bu kitob ta qiyomatga qadar shu paytda davom qiladi. Shunga Alloh subhanahu va taolo buni kitob deb sifatlagan. Nimishqa en mükemmel nitelikli bir ifoda bo'lsin. Zalika kitob degan shaklda. Endi biz zalika degan mushu ifoda bir so'zning bir so'z emas ekanligini bilishimiz kerak. Buni grammatik o'qig'onlar biladi buni. Zalika degan mushu ifodami 3 so'zdan birikkan bir so'z. Ya'ni 3 so'zdan birikkan. Birisi za. Buni biz arab tilida ko'risish olmash deymiz. Ikkinchisi lam, bir narsaning yiroqligini ifodalaydi. Qur'oni Karimning martabasining yuqoriligini ifodalaydi. Uchinchisi kaf, ya'ni bu yerda kishilarga qilinayotgan bir xitob, ya'ni Qur'oni Karimningki qiyomatga qadar umumiy bir risola vazifasi bor. Qur'oni Karimning vazifasi butun insonlarga qiyomatga qadar degandek kaf insonlarga qarata umumiylikni ifodalasa, masalan sen degandek lam buni uzun muddatlik vaqtni ifodalasa, shuning bilan ben qanday o'qim chiqadi? Shu kitob, ya'ni katta qiyomatga qadar butun insonlarga atilgan kitob degandek bir xil uqumni o'z ichiga oladi dedi zalika. Endi biz sura Baqarani o'qigan vaqtimizda mushu ikkinchi oyatni ikki xil o'qiy olamiz. Zalikal kitab la rayba fi hudal lil muttaqin. Ikkinchi oyatni o'qiymiz. Mush ikkinchi oyatni ikki xil o'qiy olamiz. Birinchi xilisi alif lam mim zalikal kitab la rayba fi to'xtab Ondan keyin hudal lil muttaqin deb mana shaklda o'qisak bo'ladi. Ya'ni la rayba fi bir to'xtaymiz. Ikkinchi xil o'qilish shakli biz alif lam mim zalikal kitab la rayba deb mayda to'xtab fihi hudal lil muttaqin deb ma shaklda o'qiymiz. Ikkala xil shaklda la rayba fihining ma'nosi o'xshash, hech qanday shak yo'q degan bo'ladi. Ya'ni shakni butunlay inkor qilish. Buning buyuk Xoliq tarafidan tushirilgan hikmatli kitob ekanligiga jazm mutlaq shaklda bir jazm qilish ifodasi chiqadi. Hatto bu yerdan biz dinning umumiy masalasini oladigan bir mantiqni tushunamiz bu o'rindan. Bizning hayot dasturimiz bo'ladigan bir mantiqni tushunamiz. Unda o'g'anda cho'qim bu yerda bir tegishli bir narsa hidoyat degan nima, muttaqi degan nima. Birisi shak yo'q degan gapni qilib bo'lgandan keyin bu Qur'on muttaqillarga hidoyat degan bir gap keldi emasmi? Hidoyat degan qanday narsa? Ammo muttaqi degan qanday narsa? Kim u muttaqi degan bir uqum kiradi bizning oldimizga. Unda bo'lsa muttaqillarga hidoyat degan nima desa, sen istagan yerga yetkazadigan bir boshlash hidoyat bo'ladi. Men bir bozorga bormoqchi, bozorni o'qimayman. Bozor qanday ma'no desam, menga ko'rsatib qo'ysa, u meni bozorga boshlab qo'ygan bo'ladi. Bu arabchada hidoyat. Men telefonimdagi sistemni ochib, ma'lum bir nuqtani kirgizib, shu nuqtaga telefonning boshlashi orqali, xaritaning boshlashi orqali yetib borgan bo'lsam, bu arabchada hidoyat. Meni boshlab borgan bo'ladi. Demak, ma'lum lug'at ma'nosi bu, hidoyat bu. Ya'ni musofirlarni yo'lga boshlab qo'yadigan ishoratlar va yo'lda. Palani shahar, pukuni shahar, mancha kilometr deydigan bir gaplar va buning o'zimi arab tilida hidoyatdan hudo bo'ladi. Chunki u shu maqsad qilayotgan o'ringa yetib boradigan yo'lni buni ko'rsatyotdi. Endi hidoyat boshlash degan bir boshlag'uvchini va boshlang'uvchini va boshlab mangadigan, ko'zlab mangadigan bir nishonni, o'sha amillashmak cho'g'an bir nishon, bormoq cho'g'an, erishmak cho'g'an bir nishonni talab qilsak, hidoyat demak bu yerda bir boshlag'uvchi va bir boshlang'uvchi va boshlang'uvchini boshlab mangayotgan bir nuqta degan bir nuqtani talab qiladi ma'runda. Bu yerda bir nishon g'oya bo'lmasa, hidoyatning hech qanday bir hukmi bo'lmaydi. Chunki sen bir yerga berishni istamaysan tabiiyki, chunki nishoning yo'q, bormoqchi emassan bir yerga. Undan boshqa
hech kimning seni yo'lga boshlab qo'yishni istamaysan, agar sening boradigan bir nishoning bo'lmasa, demak, avvalan biz nishonni o'tirg'a chiqishimiz kerak. Nishonni barpo qilishimiz kerak. Ondan keyin biz nishonga boshlab qo'yadigan kishini izlashimiz kerak. Shu yerda bir nuqta bor. Hidoyat degan o'qimga kirishdan ilgari biz nega boramiz? Hidoyat degan bizni oprish degan gap, bizni boshlash degan gap. Shu meni nega boshlaydi? Nega borma deydigan bir o'qim bo'lish kerak bizda. Ondan keyin mushu bormoqchi bo'lgan yerimga kim opiralaydi meni deydigan bir o'qim bo'lish kerak. Ikki o'qim. Endi musha kelgan vaqtda biz so'raymiz. Bizga nishonni kim belgilab berdi? Biz nega boramiz zodi? Nega ketimiz? Nishonimiz nima? Shuningga boradigan yo'lni kim belgilab berdi? Bu ikkinchi nuqta. Biz kishilarning hayotining real hayotini olsak, nishon belgilab beradigan odam chuqum siz buning bilim hikmatiga ishonch qildigan odam bo'lish kerak. Masalan, ma'lum bir yo'lga bormoqchimiz. Bizni boshlab bormoqchi, biz boshlab bormoqchi bo'lgan odamga ishonsak bo'ldi oldi bilan. Mush odam bizni boshlay oladi, opira oladi deganga. Yo'lni belgilab beradigan odam chuqum sizning maqsadga yeringiz yetishingiz uchun eng qisqa yo'lga sizni boshlay oladigan darajada bir ilm bo'lish kerak, bilim bo'lish kerak bu odam. U odam binasini o'qimasa qanday boshlaydi bizni? Chuqum bu nuqtadan biz ishonch amin bo'lishimiz kerak ya'ni. Biz bir nishonni belgilashdan avval bizga kim belgilab beradi? Bizni ashyaga kim badavatudu bu bir. Kim bizni shu yerga olib mangdi? Bizni olib mangdigan odam shu yo'lni bilandi bilmamdi, nishonni bilandi bilmamdi. Oprish yo'lning umumiy musofasini bilandi bilmamdi. Bu nuqta normal hayotda aqalli bir insonda bo'ladigan bir ahvol. Endi biz dunyodagi kishilarga qaraydigan bo'lsak, ularning hayot istaklarini oldi bilan belgilaganligini, mushu istaklarini ro'yobga chiqish yo'llarini belgilaganligini ko'ramiz. Masalan, bir uy solmoqchi bo'lgan odam xaritasini chizadigan bir injener keladi. Bu xarita şu adam istegan nishonga yetkizish uchun sal kamchilik qilishimiz, masalan, xarita qarasa xaritani obdan sizlanmadi. Sal kam tukamdi bu xarita. Bu odam to'xtamay o'zgartirdi, almashtirib bir narsalarni qiladi. Agar bu qilmay qolib qolsa, yana bir injener keladi, yuqoroq saviyadagi bu masalaning hammasini yangidan bir tasavvur qilib, yangidan bir surat chizdi. Demak, mashg'ulot nishon o'zgarib turadi, muqim emas. Gerçi öy salmoqchi bo'lsa-mu, uyning nishoni, uyni qanday soladiganligi o'zgaradi. Chunki talabga qarab turib. Endi rasmiy ijroga kelgan vaqtimizda haliqi injener sizgan bo'yicha talab qilingan, bizni talab qilinayotgan moddalar, xam materiallar topilmasligi mumkin. Bu shaharda u injener talab qilgan xam material yo'q ekan. Qana qilamiz? O'zgartiramiz. Boshqa akilimizda. Ondan keyin bir yuqur kuch-quvvatdan birisi kelib ijro qilishni to'xtab cheklaydi. Masalan, shahar boshqarishdan kelib bizni uyni saqlab qo'ymadi. Qana qilamiz? Ya o'rinni o'tkaymiz yoki ashulon talabi bo'yicha men o'zgarish olib boramiz. Bu bizning hayotdagi bir misol. Demak, kishilarningki nishonlari, hayotdagi nishonlari, ularning hayot sharoitlari, iqtidorlari kontrol qilgan shaklda o'zgarib turadi. İnsanlar istevatkan nişan, insanın biliminin kemçili olganlığı, imkaniyetinin kemçili olganlığı için resmi emelge aşmaydı. Anladığında, insanın hayatı şu, bu nokta emelenge aydın mesele. Dünyada mutlak bir işini, ben müştak kılalayma edep kılalaydığı adam yok. Demek biz meselemiz ne? Bizim nişanımızı insanlık koyup versek, insandan hayşe koyup versek, bizim meselesimiz tuttuğunu hal olmaydı bizim meselemiz. Anladığında biz hem ile bizning hayot haritimiz, hayot yo'limizni tuzish uchun mukammal ilm, hikmatga ehtiyojli. Har narsaga qodir bo'ladigan bir ilmga ehtiyojli biz. Har narsaning egisga ehtiyojli biz. Koinotning hammasi yani ilmi kamil bo'lgan, hikmati kamil bo'lgan, bizga hayot yo'limizni tuzib beradigan bir zotga ehtiyojli. Bu zot har narsaga qodir bo'lishi, har narsaning ega bo'lishi kerak. Koinotning hammasi Allohga şu zatqa bo'ysunish kerak. Nimishqa biz istagan narsa pat arada ro'yobga chiqadini jazm qilishimiz uchun biz ishonch qilishimiz kerak shuningga. Biz mang'atqa yo'l biz istagan yerga bizni boradi deganga ishonch qilishimiz kerak. Undaganda mashta zot kim o'zadi? Biz shunchalik ishonch qiladigan zot kim u? Uning ilmiga ishonch qiladigan, hikmatiga ishonch qiladigan,
bizni yo'lning oxirigacha baralaydigan, nishonni xato tanlatqizmaydigan zot kim o? Allah subhanahu va taolo davatudu qul inna hudallahi huval huda. Allah'ın hidayeti haqiqiy hidayet. Allah'tan başqa bunda bizni yetaklaydigan kishi yo'q ki. Biz ishonch qilaydigan zot yo'q ki Allohdan boshqa. Ya'ni Allah subhanahu va taolo o'zining xalqini shu nuqtaga diqqat qildiryapti. Diqqat qildirmoqchi ya'ni ular muqim o'zgarmaydigan nishonga yetmoqchi bo'lsa Allohdan olsin. To'solg'u o'zgarish bo'lmaydigan yo'lga ergashmoqchi bo'lsa yo'llarini Allohdan olsin. Sen baqi olmoqchi bo'lsang baqidan ol. Muqim olmoqchi bo'lsang muqim zotdan ol. Bunda deyapti Alloh Qur'onda. Menga yashamoqchimi? Menga yashaydigan Allohdan ol. Tuz yo'lni olmoqchimi? Tuz yo'lni egasi bo'lgan Allohdan ol. Shuningdek, insonlarning qonuniyati, hayotdagi nishonlarini belgilashda, shu nishonlarga yetadigan yo'l belgilashda kamtik. Nurg'un narsalarni bilgan bilan nurg'un narsalarni bilmaydi. Shuningdek, insonning qonuniyatlari zaman-zamandan pat-pat, aylab, yillab o'zgarib turdi. Bu yilqi 2 yilga o'tmaydi, 2 yil ondan keyingi o'tmaydi. Hatto cho'ng davlatlarmi 5 yillik bir qitim plan tuzimizda nurg'un ilgari qilgan xato taraflarini o'zgartirdi. O xato taraflarini o'zgartirib mukammal qildik deb o'ylaydi. Yana 5 yildan keyin nurg'un ishlarni xato qilganligini, nurg'un insonlarga zulm qilganligini, xato qadamdan olganligini yana o'zgartirdi. Bu hayotda bir o'zgardi. Hayotga qarasak ham bo'ladi. Ko'ralaymiz biz buni. O'tgan tarixlarga qarasak ham bo'ladi. Necha 10 yillik tariximizni qarasak, atrofimizga cho'ng o'zini men yo'g'on davlatim deb atayotgan cho'ng mukammal davlat, qudratli davlat deb atayotgan davlatlarning qonunlarini qarasak bo'ladi. Nurg'un masalalar, salbiyatlarni ko'rsak bo'ladi. Unda bo'lishning sababi chunki insonlarning ichidan shu qonunni belgilaganlarning o'zi erishmoqchi bo'lgan bir nishoni bor. Uning o'zi erishmoqchi bo'lgan bir nishoni, ya'ni birovlarga uyg'un kelishi notayin. Shuningdek, u tuzgan qonun yana birovlarningki hisobiga bo'lishi mumkin. Ya'ni birovlarning qurbonlik ustiga bo'lishi mumkin. Bu nuqtadan insonlarning qonuni insonlarning hammasini umumyuzlik baxtga erishtirolmaydi. Lekin Alloh azza va jallaning o'zining xohishi yo'q. Hayotdagi saodatni ro'yobga chiqarmoqchi bo'lsang, hayotda xotirjam, qalbing rahat yaşamoqchi bo'lsang, nishonni Allohdan ol, yo'lni Allohdan ol. Bu seni o'zgarib olmish turadigan hayot o'zgarishlarining bearamchiligidan, ikkilishlaridan, xavflaridan seni qutuldirdi. Alloh subhanahu va taolo o'zining xalqiga, o'zining koinotdagi barcha narsalarga saodat, dunyoning saodatga yetishining eng qisqa yo'lini belgilab berdi. Mushu yo'lni olmaydiganlar o'zini jafoga soladi, jamiyatini jafoga soladi, hech narsaga erishmaydi. Ko'ryapmiz, biz biladigan qisqagina 100 yillik tarixda dunyo baxtga erishgan yo'q. Dunyoning yerim kishilari, 3dan 2 qism kishilari tahi jafoda yashayotdi. Birovlari iqtisodiy jihatdagi ocharchilikqa o'xshash jafoda yashayotsa, yana birovlari siyosiy zulm degandek, zulm, o'ltirilish degandek jafodan qutulolmaydi. 100 yil ichida o'lib ketgan insonlarning sonini hisoblasak, bu ko'zimiz chakchib chiqib ketadi. Bularning hammasi nima desa, insonlarning xohishi bo'yicha mangan ishning natijasi. O'tgan 10 asrda o'lgan odam bilan o'tib ketgan 100 yildagi o'lgan odamning sonini solishtirsak, balkim bu 100 yildagi, ya'ni insonlar o'zi chaqlab ish qilgan, o'zimizning qonunni o'zimiz chizimiz biz deb Allohning qonunini bir yoqqa qayirib qo'ygan bu 100 yildagi ishlarni tatgan jafosi eshib ketishi bu ina. Bir qism xotirjam yashayotgan, bir qism boyaga yashayotgan kishilarning turmushi butun dunyoga vakillik qilinmaydi. Masala butun dunyo masalasi, butun dunyoning aholi masalasi, butun dunyoning xalqlari masalasi. Bu yerda birodar o'zining ahvoliga qarab, men oddiy yashayapman-ku desa bu shaxsiyatchilik bo'ladi. Dinning maqsadi butun dunyoni baxtga erishtirish. Mayli o'tir hol yasaqmi mayli, dunyo baxtga erishish kerak. Qanaqdir birovlar boy-boyashat
milliarder bo'lib yashab, yana birovlar o'zining kuchini o'zi yegidek bo'lib, ocharchilikda o'lib ketsa, o'qning ostida, bombaning ostida o'lib ketsa, bu adolat bo'lmaydi. Dal Qur'on bizni umumyuzlik butun dunyo insonlari o'xshash, barobar shaklda yashaydigan bir holatga erishtirish uchun mush prinsiplarni o'tirib qo'ygan. Bu prinsiplarni chatladikmi? Masala hozir biz ko'rayotganimizdek hech kimning ko'ngli xotirjam emas bir holat shakllanishi edi. Demak, endi gapni xulosalasak, nishonni sana Alloh ro'yobga chiqarib turadi. Yo'lni Alloh sana sizib turadi. Undaganda sen o'zingning dunyodagi butun murod maqsadingni Alloh xohlagan narsaga bo'ysungan qilishing kerak. Chunki undan boshqasi bizga sizib bergan, undan boshqasi bizga ep bergan yo'llar bizga nima eklanmaydi, xotirjamlik eklanmaydi. Bu nuqtani sen tushunib yetsin inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo shu oyatning oxirisida hudallil muttaqin deyotdi. Biz huda, başlash to'g'riliq bir narsalarni so'zladik. Endi muttaqinning ma'nosi nima desa, muttaqin arabcha so'z qurilmasini tadqiq qilgan vaqtda muttaqinning ko'pligi bu yana ittiqo deb bir ko'pdan yiltizdan chiqqan masdar deymiz buni biz manbadan chiqqan. Bu viqoyatning buning texmi 3 harflik yiltizni surishtirgan vaqtda viqoyatdan chiqadi. Viqoya degan nima desa, o'zni ma'lum yomonlikdan saqlash, ma'lum yomonlikdan neri qetish degan ma'noda. Misol Qur'oni Karimda Alloh mushu pilni ishlatib, mushu taqvolik, muttaqin degan mushu so'z chiqqan so'zning yiltizini ishlatib turib, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. O'zinglarni va ahlinglarni o'tdan saqlanglar degani neri qechinglar. O't bilan o'ttiranglarda bir to'salg'u parda bo'lsin degan ma'noda qo'llandi. Ya'ni aslar bilan o'tning o'tirsa, do'zaxning o'tirida bir saqlanma, parda qilinglar. O'tga tushib ketishdan o'zingizga diqqat qiling. Ana shu ajoyib ishlarning birisi bu taqvolikning masalasiga kelsak, taqvolik degan o'qim shunday dedik, o'zimizni saqlash degan ma'noda biz Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimda aqtasak, bunda ikki xil iboratni tilga olganligini ko'ramiz. Birisi ittaqulloh degan iborat. Yana birisi ittafattaqunnar degan iborat. Ittaqulloh fattaqunnar. Alloh bilan do'zaxga o'xshash bir pil ishlatib Allohdan biz tarjima qilgan vaqtda qo'rqinglar deb tarjima qilamiz. Asli saqlaninglar degan gap. Do'zaxdan saqlanish bayatni dedik. Viqoya degan bu so'zning tip yiltizining ma'nosini so'rashgan vaqtda kechish, yiroqlashish, o'tirga bir to'salg'u qo'yish degan ma'noda. Fattaqunnar desa, do'zaxdan saqlaninglar degan, do'zaxdan aranglarda bir to'salg'u bo'lsin, do'zaxdan neri turinglar degan ma'no. Bu tushunishlik. Endi Allohdan neri turinglar, Alloh bilan o'tiranglarda bir to'salg'u bo'lsin. Bu qanday gap endi? Bu qanday tushunasiz buni degan bir savol chiqdi bu o'rinda. Ya'ni biz Alloh subhanahu va taologa qarata Kupirlar zatından do'zax qarta qana bir yo'lda mang'alaymiz. Bu taqvolik masalasida taqvo ikkiligi ishlatilindi. Ittaqun nar deb ishlatilindi, ittaqulloh deb fattaqun nar deb ishlatilindi. Ittaqu degan saqlanish. Do'zaxdan saqlanamiz, do'zaxdan qochamiz, nerga ketamiz? Allohdan saqlanib, Allohdan qochimizmi degan savol tushib qolgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo fattaqun nar degan mushu oyatida demak jo'g'ini, ya'ni sizlar o'tda azoblanmaslik uchun Allohning g'azabini keltirishni qilmanglar degan bo'ladi. Xuddi o'zing bilan o'tning orasiga bir to'salg'u qo'y, bir parda qo'y, ya'ni ma'siyatlarni tashlash va yaxshilikni qilish orqali degan bo'ladi buning ma'nosi. Endi ittaqulloh degan so'zga kelsak, biz Allohdan qana saqlanamiz. Biz Allohdan butun ne'matlarni, yaxshiliklarni talab qilib olsak, Allohdan qanasak, Allohni talab qilish deganlik Allohga yuzlanish deganlik bo'ladi. Saqlanish deganlik kechish degan bo'ladi. Bu qanday mavjud bo'ladi? Bu qanday mumkin bo'ladi bu? Biz yaxshi ko'radigan, talpinadigan, u tarafga ketadigan zatdan qanday qochimiz, qanday saqlanamiz, o'zimizdan o'tirib qanday fasil qo'yamiz degan bir savol tushdi bu yerda. Biz bunga nisbatan javoban deymizki, Alloh subhanahu va taolaning buyuklik sifatlari va go'zallik sifatlari bor. Büyüklük sıfatlarını biz Allah'ın qahhar sıfatida, jabbor sıfatida, muzil sıfatida, muntaqim sıfatida, addor sıfatida bunu biliriz. Yani Allah qahhar, qahr g'azab qiluvchi, jabbor, muzil,
Allah'ın g'azab noktası bu noktalarda ifadelanadi. Bunun hammasi Allah'ın jalal, büyüklük sıfatının münasebetlik mazmunları. Del dozaqmu Allah'ın jalal sıfatının münasebetlik tarafı, büyüklük sıfatı Allah'ın ki biz qo'rqadigan tarafı Allah'ın ki sıfatlaridan ki. Ama jamal sıfatı, güzellik sıfatı olsa Allah'ın Gaffar, mağfiret qilguvchi masalan, Rahim. Ondan başka Allah'ın rahmeti, xalqiga beradigan ata ehsonlari tushadigan bütün sifatlar bu güzellik sifatlar bo'ladi. Endi sen o'zingni o'tdan saqlamoqchi bo'lsang, o't Allohning jalol sifatining munosabatlik mazmunlarining birisi. Cho'qim o'zingni jalol sifatlarining hammasidan saqlashing kerak. Yani Allohning jalol tarafidan qaytishimiz kerak yani. Yani çünkü jalol tarafiga munosabatlik narsa texmi azoblik, texmi o dozaqdan mı qattiq bo'lishi mumkin. Dozaqdan mı qattiq bir tarafli bo'lishi mumkin jalol sifatininki. Xuddi Alloh subhanahu va taolo fattaqulloh degan vaqtida, fattaqunnar, ittaqulloh, fattaqunnar degan vaqtida xuddi Allah'ның jalol sifatidan saqlanishga bizni iboradigan Allah'ның g'azabidan saqlanish demoqchi bo'lganda. Ya'ni dozaqdan qo'rqinglar, dozaqdan saqlaninglar, Allah'tan saqlanın degani dozaq demak Allah'ның jalol sifati demak. Allah'tan saqlan degani Allah'ның jalol sifatiga tushib qolishdan, aşağı yiqilishib qolishdan, Allah'ның qahhar, qahriga uchrab ketishdan, Allah'ның intiqomiga uchrab ketishdan, Allah'ның dar izlaliga uchrab ketishdan saqlan degandek bir taraf bo'ladi. Ya'ni biz o'zimiz bilan Allohning shu jalol sifatining o'tirida bir nima qo'yamiz, parda qo'yamiz. Demak, o'xshash ma'no. Dozaqdan saqlaninglar bilan Allah'tan qo'rqinglarning o'tirida Allohning qaysi tarafidan qo'rqamiz? Allohning rahmat sifatlaridan qo'rqmaymiz. Allohning jalol sifatlaridan qo'rqamiz. Ya'ni Allohning intiqom olg'uchi, qahr qilg'uchi, xor qilg'uchi degan sifatlardan qo'rqamiz. Ya'ni o'zinglarni bu sifatga tushib qolishdan, Alloh xor qiladigan insonlarning qatoridan bo'lib qolishdan, Alloh intiqom oladigan insonlarning qatoridan bo'lib qolishdan saqlaning deganlik bo'ladi. Ya'ni ittaqulloh bilan fattaqunnar ma'nosi tamamen o'xshash demak bo'ladi ma'runda. Shuningdek payg'ambar alayhisolatu vasallam manda bir hadisi var. Mayli bir nokta var. Hadisin deyishini ilgari davolay. Allohning jalol sifatidir. Jamal sifatidir. Jamal sifati Allohning me'shafqat, mag'firat tarafdori bo'lsa, jalol sifati azoplash tarafı bo'ladi. Bir odam Allohning jalol sifatidan saqlangan bo'lsa, jamal sifatini olgan bo'ladi. Bir tarafidan saqlansak, bir tarafidan olgan bo'lamiz. Shuningdek payg'ambar alayhisalom bir hadisda Ramazondan oxirgi kecha bo'lsa, Jabbar Taala mag'firat bilan tajalli bo'ladi deydi. Jabbar Taala degan Allohning jalol sifatini tilg'ab turib, mag'firat bilan tajalli bo'ladi degani, mag'firat yani Allohning jamal sifati, jalol sifatidan eshib turadi Ramazonning oxirgi kunida degan bo'ladi ma'runda. Ya'ni mantiqiga solsak, payg'ambar alayhisalom Rahman Taala mag'firat bilan tajalli bo'ladi deyishdi. Chunki mag'firat degan Rahmanning, Allohning Rahman sifatlariga munosabatlik mazmun. Lekin insonning gunohi bo'lgan ekan, gunoh maqomidagi maqom, gunoh qilganayotgan yerdagi gap o'zining xalqini gunoh sababdan azoblaydigan Jabbar zot Taoloning sifati. Gunoh masalasi bo'lgandan keyin, hozir temi gunoh bo'lgandan keyin yoki Jabbar keladi. Xuddi G'affar sifat, Jabbar sifatning qachishi. Asli Alloh Jabbar tema insonlarning gunohiga nisbatan. Biz gunoh qilgandan keyin Allohning Jabbar sifatiga to'g'ri keldik, duchor keldik, lekin Allah'ın G'affar sifati, Jabbar sifatini shafaat qilib, onundan eshib tushib, garchi Jabbar sifatini ish qiladigan o'rin bo'lsa-mu, G'affar sifatini ish qilyapti degandek bo'ladi hadisning ma'nosi. Ya'ni Jabbar sifatining sifatining maqomi asilaga. Anoga nimadiki G'affar sifati shu Jabbar sifatining qashda shafaat qilish uchun. Shuna Alloh asilaga jazolashga tegishlik asilarni shafaat qiladi, mag'firat qiladi. Yana bu yerdagi ikkisini muqobili keltirishning go'zalligi, rahmat, Jabbar bilan mag'firatni bunda muqobili keltirib, Jabbar, G'affar bu ikki sifatni muqobili keltirishning go'zalligi, Jabbar Taala o'zining jabaruti bilan turib mag'firat bilan tajalli yo'g'ayadi. Alloh Jabbar turib, Jabbar sifati tajalli qiladigan o'rinda mag'firat qilg'ayadi. Jabbar kalimasi kelgan yerda inson qattiq qo'rqib bir aram bulup qo'rqudi hamda. Bunda yerda inson payg'ambarning tajalla al-Jabbar bil mag'firat deb Jabbar nomlagan vaqtida bir xil qo'rqinish tutdi bizni.
kendiki mağfiretini kürüplam saadet darhasının kalbine. Jabbar dese xuddisini azaplaydıqanda bir xil tuyğu bergen bolsa bil mağfirat bilallam o tuyğularning hammasi yo'qolib sana bir xil ümit xuşallık kiradigan gap emdi. Chunki sen jazoning sahibininki jazolashga qodir ekanligini bilsa, şu qodir bo'lgan zot seni ma'firat qilgan ekanligini oxirida tunib olalaysan. Ot demek belki xulosalsak, ot buyurguchi emas, do'zax buyurguchi emas, yoki o'zi ishlaydigan iqtidorga ega emas. Ot buyurulguchi. Unda olganda sen şu otdan buyurguchi bilan panoh tila yoki buyurguchidagi jamollik sifati bilan panoh tila. Otdan buyurguchi bilan yoki jamollik sifat buyurguchidagi jamollik sifati bilan panoh tila degan bo'ladi bu yerdagi ma'no. Yani gap nereden çıktı desanglar, muttaqindan çıktı. Yani bir kısaca xulasalasak, taqvolik deganning lug'at ma'nosiga kelgan biz. Taqvolik degan saqlanish degan gap. Muttaqin degan saqlanuvchilar degan gap. Ondan nimadan saqlanuvchilar? Davzaxdan saqlanuvchilar. Allohninki jalol sifatlaridan saqlanuvchilar. Allohning jabbar sifatlaridan saqlanuvchilar. Shu sifatlarga duchor bo'lib qolishdan saqlanuvchilar degan ma'noda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo burunda hudal lil muttaqin degani biz dedik, hidayet, haqiqiy hidayet Allah'ın hidayeti. Çünkü Allah xalqlaridan xalqlarga nishonni belgilab beradigan zot. Bizni shu nishonga yetadigan yo'lga boshlab qo'yadigan zot. Allah subhanahu va taolaning bizning istikimizni belgilab berganligi, bizni shu yo'lga boshlab qo'yganligining o'zi bu ajoyib yuksak darajadagi bir ne'mat. Bizga nishonimizni o'zimizga qo'ymay, Allohning o'zi belgilab berganligi, shu nishonimizga bizni yo'lga boshlaganligining o'zi ajoyib bir ne'mat. Chunki Alloh bizni nishonimizni o'zimiz belgilaydiganga yoki uning boradigan yo'lni o'zimiz belgilaydiganga tashlab qo'ymadi. Bizga rahim qildiki, biz ba'zida xatolashib, kamchil bilimimiz tufaylidan ba'zida xato, ba'zida to'g'ri, ba'zi shaqiyolab, ba'zi tajribaga kirib qilib, masalan, ba'zi bir yo'llarga kirib ketib qilib, an o'zimizningki yo'l azlashganligini kin bayqab, yana bir yo'lga chiqib, texmi ezib, texmi baxtsiz bo'lib qolishdan bizga rahim qilib, bizga nishonni belgilab berdi. Shu nishonga qarata ma'noga yo'lni belgilab berdi. Bu Allohning buyuk darajadagi bir rahmati bizga nisbatan. Demak, shunga o'xshash biz bir narsaga yetamay tingir qaytdik, o'zimizni tashlab bergan bo'lsa, ammo Alloh subhanahu va taolo bizni mushlarning hammasidan saqlashni xohladi, Qur'onni kitob qilib tushadi. Bu kitobda insonlarga hidoyat va bu kitobda Allohning azobidan, Allohning g'azabidan saqlashning eng qisqa yo'liga boshlab qo'yish va maktabda shunaqa zalikal kitob la rayba fi hudal muttaqin. Alloh subhanahu va taolo hudal muttaqin degani, ya'ni bu Qur'on butun insonlarga hidoyat degani. Ya'ni Allohning azobidan saqlanmoqchi bo'lgan odam, g'azabidan saqlanmoqchi bo'lgan odam, mushu g'azabidan saqlanish g'oyasini belgilaydigan yo'l bu kitobda bor. Hidayet Allah'tan insanların hammasiga. Depolib andan keyin hidayetga iman etganlarni yana bir hidayetga alayda xos qilib deyotdiki, hudal lil muttaqin. Allah hidayetni hamma insonlarga avatdi. Ammo shu insonlar uchun iman etganlarga yana bir hidayetni xos qildiki, u o'simi ibodatga yordam qilish Allohning. Bu alayda bir hidayet. Biz hidayetni qaysi kun ilgirgi darslarimizda ikki xil başladık. Dalalet, birisi ma'unada. Dalalet degani bütün insanlar Allah yo'lini ko'rsatdi. Maqsanlamış yo'l dedi. Endi yo'lni tanlab qo'ygandan keyin to'g'ri yo'lda Allohga shu yo'llarda go'zal ma'nishqa, ibodatni go'zal qilishga, itoatni go'zal qilishga Alloh yordam beradi. Bu Allohning yana bir belki hudal muttaqin dal shu xildagi hidayet. Demek bu yerda Alloh subhanahu va taoloning bütün xalqiga bir hidayet var. U o'simi Allohninki bütün xalqni to'g'ri yo'lga dalolat qilib boshlab qo'yishi. Bu bayatın degandek dalalet hidayeti, başlap qo'yish hidayeti. Yani Allah o'zining xalqining hammasini o'zining itoati jannatiga boshlab qo'ydi. Shunga Qur'oni Karimda va amma samud qavmini fahadaynahum, biz to'g'ri yo'lga boshladik, lekin ular fastahabbul ama alal huda, hidayatdan xato yo'lni tanladi degan mazmun tilg'avatdi. Alloh subhanahu va taolo ma samud qavmini hidayat yo'liga boshladi, lekin bular ozg'unlik, ma'siyat yo'lini tanlab, shuni yaxshi ko'rib, shunga ergashdi. Mana mayda tilga olgan hidayat boshlab qo'yish hidayati. Ammo yordam hidoyatiga kelsak, Qur'oni Karimda yana bir oyatda vallazina ihtadaw, to'g'ri yo'lni tanlaganlar, to'g'ri yo'lni seçganlarni
biz hidoyatni ziyoda qilamiz, ularga taqvolik qilamiz. Ma'daki hudal muttaqindagi hidoyat taqvolik del mushqildagi, ya'ni ma'unat. Biz yo'lni tanladik alhamdulillah. Alloh insonlarga yo'lni ko'rsatib berdi, to'g'ri va xato yo'lni. Biz to'g'ri yo'lni tanlab bo'lgan degan Alloh bizga texmi mush yo'lda go'zal ravishda mengishimiz, xatoliklar uchib qolmasligimiz uchun bizga yordam berdi. Ma'u hudal muttaqindagi hidoyat. Hidoyatning bir turi. Nima u? Dala ma'una dalalati arabchadagi ma'un bizga yordam berish hidoyati. Bu xil yordam hidoyati faqat Allohga iymon etdi. Allohning yo'liga ergashib, dalalat hidoyatiga yuzlanib amal qilganlarga tushadigan, shularga haqni bo'ladigan bir hidoyat. Dedik-ku, avval yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Bu bir hidoyat, dala başlash hidoyati. Shu yo'ldan to'g'ri yo'lni tanlab bo'lgandan keyin bizni texmi go'zal yo'llarda mengishga muyassar qildi. Bu ma'una dalalati, ma'una hidoyati. Dalmayadagi hidoyat shu. Alloh subhanahu va taolo başlash hidoyatni rad qilgan yordam berdi. Masalan, men birovlarga yaxshi to'g'ri yo'lda bir maslahat berib fikrim manda qilgan. Ma ishning to'g'risi desam, oldimdagi ikki mendan mas'ul aqli kelgan bolaning birisi men degan bo'yicha ish qildi. Yana birisi deb rad qilib ketdi. Men tabiiyki birinchi qatimliq gapimni ishkilasga o'xshash deyman. Yo'lmau deb. Birisi qabul qildi, birisi qabul qilmadi. Men undan keyin kimga yordam qilishim mumkin? Kimga texmi cho'nqurlab hadab qildim tutib mengishim mumkin? Tabiiyki gapimni qabul qilganiga. Mening ko'rsatgan yo'limda manganga, lekin afkam amsi siz manda qila oldingiz, manda qiling deb boshlaydi. Aynı şey yani. Allah bütün insanların hidayetine evet oldu. Qabul qilganlarga texmi go'zal ravishda hidayet qiladi. Ayın Allah dalalat hidayetini rad qilgan odamga yordam bermaydi. Balki uni tashlab qo'ydi, ezib shaqi olib ketdi o'shning bilan. Biz Qur'oni Karimni o'qigan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolaning o'zining Rasuli Muhammad alayhisolamning bunday deganligini ko'ryapmiz. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Alloh yahdi man yasha. Ya'ni sen başlayamaysa, sen hidayet kılanmaysa dedi. Allah halkını hidayet kıladı dedi. Allah Resulullah'ın hadi oluşunu, halkın adamını doğru yola başlaşını inkar kıldı. Ama yeni bir yerde inneke letehdi ilal hak ila sırat-ı müstakim dedi. Sen doğru yola başlayış dedi. Ayada başlayamayız dedi. Yada başlayış dedi. Bu demek yapamdı. Bu gapni degan Allah tursa, bu ixtilof o'xshamaslik qanday qiladi deymiz ki, oyatni anglagan vaqtingda shuni bilasanki, taraf boshqa taraf. Oyatdagi qilolmaysiz degan boshqa taraf, oyatdagi sen boshlaysiz degan oyatda boshlayolmaysiz degan boshqa taraf, boshlaysiz degan boshqa taraf. Ya'ni inkor qilgani isbotlagandan boshqa narsa. Masalan, Badr jangida bir misol desak, Payg'ambar alayhisalom shag'ildan bir o'shni elib Qurayshning askarlarining yuziga otdi. Qur'oni Karim bu voqeaga kelib deydi: "Va ma ramayta iz ramayta walakin Allah." Sen atqa vaqtında atmading, Allah atdi. Atqa vaqtında atmading. Rasululloh atdi, Qur'on atmading da'vatidi. Buni nimaga da'vosa desa, bu yerda Rasulullohning shu atqini inkor qildi. Bu atqini isbotladi. Atding, atmading dedi bir oyatda. Bu ne demek da'vosa? Atding, atmading. Rasululloh atqan. Ya attın deyiş kerak, ya atmadın deyiş kerak. Resulullah'ını attın ve atmadın davatıdı bu ayette. Yani sen atqa vaqtında sen atmadın davatıdı. Resulullah Allah atmadın deb turib qanday atdi desa biz deymiz ki bu oyatning taraf boshqa. Attın degan taraf boshqa, atmadın taraf degan boshqa. Yani atqan Resulullah. Lekin shag'ilni Qurayshning qo'shiniga yetkizgani har askarga yetish uchun bu Allohning qudrati. Unda o'ganda Resulullah attın degani taşni ular qartib atqinni ko'rsatdi. Lekin askarga tekkizginin sen emas deb taşni askarga tekkizgini sen emas. Ya'ni Resulullah'ningki shag'ildan bir o'shni etish Qurayshning hamma askarlarining, kuparlarning butun askarlariga yetishning mumkin emas edi. Lekin Allohning qudrati mushag'ilni askaridagi har shu armiyadagi qo'shindagi har askarga yetkizgini Allohning. Ana attın degani sen taşni atqinin sen. Lekin her askarga tekkizgini sen emas degan bu oyatda. Taraf o'xshamaydi. İkisi boshqa. Allah payg'ambarini sen to'g'ri yo'lga boshlaysa degani, ko'rsatib qo'yalaysa degani unudu. Yani Rasulullah Qur'onni bayon tabliq qilish, Allohning manhajini bayon qilish orqali kishilarni, butun kishilarni to'g'ri yo'lga ko'rsatib qo'ygan, boshlab qo'ygan, bayon qilib bergan bo'ladi. Bu nuqtadan Rasulullah qila oladi, sizmi qila olasiz, bizmi qila olamiz? Amma innaka la tahdi man ahsan xalqa adamni hidoyat qilmaysa degani
sen hidoyatni qalbga yetkazolmaysan. Chunki qalbni hidoyat qilib, qalbning iymon hidoyatini ziyoda qildigini Alloh, so'ng Alloh subhanahu va taolo umumiy iymon masalasini mutlaq qilib, innal huda hudalloh. Haqiqiy hidoyat Alloh hidoyati deydi. Haqiqiy hidoyatni mutlaq shaklda ishlatdi. Ma hidoyat qalb hidoyati. Bu Allohninki. Ammo ko'rsatma hidoyat, ko'rsatma shaklda yetaklash u kimninki? Har odamninki. Demak, Qur'oni Karim o'zi bilan Allohning g'azabining o'tirisida, Allohning azobining o'tirisida parda qilishni xohlagan, Allohning azobidan saqlanishni xohlaganlarga nisbatan bir hidoyatni o'ziga olgan bo'ladi. Bu hudallil muttaqinning ma'nosi. Qayta bir xulosalasam, Qur'oni Karim qanday shaklda hidoyat qiladi desa, men Allohning azobidan saqlansam bo'ldi deganlarga Qur'oni Karim hidoyatni o'ziga olgan. Hudallil muttaqinning ma'nosi bu. Qur'on amaliyotda hammadan yo'lni ko'rsatadi. Ammo qalbini hidoyat qilgan odamlar kimlar bo'ladi? Ko'rsatilgan yo'llardan to'g'ri yo'lni tanlaganlarning qalbini ham Qur'on hidoyat qiladi. Mana bu hudallil muttaqinning ma'nosi. Bugun bir oyatni kesib emaslik uchun sal dars uzrab ketib qoldi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi inshaalloh. Kelasi soatlik darsda allazina yu'minuna bil g'aybi yuqimunas solata va mimma razaqnahum yunfiqun degan sura Baqaraning 3-oyatini o'qiymiz. Bugungi darsimiz mushada oxirlashdi va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.